Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? Oltin yoshdan baxim yoshgacha bo'lgan pensionerlarda qanday ustamalar bor? Kimning puli kamayishi mumkin? Kimniki esa o'zgarmaydi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi, nafaqadagi yaqinlarimiz bor. Ko'pchilik endi yosh bo'yicha qo'shimcha pul berilmaydimi? 80 yoshga yetgan odamga ustama qoladimi? 60 yoshdagi pensioner nima oladi deb so'rayapti. Men bugun buni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni o'z haqidan bexabar qoldirishi mumkin. Avvalo eng katta chalkashlik nimadan kelib chiqayotganini aytib o'taman. Odamlar yoshga doir ustama deganda ko'pincha har xil qo'shimcha to'lovlarni bitta nom bilan atab yuboradi. Aslida pensiya tizimida bir nechta alohida tushunchalar bor. Birinchisi yoshga doir pensiyaning o'zi. Odam ma'lum yoshga yetgani va mehnat stajiga ega bo'lgani uchun tayinlanadigan asosiy pensiya. Ikkinchisi, pensiyaga qo'shiladigan ustamalar. Ustamalar turli sabablar bilan berilishi mumkin. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, alohida xizmatlar, parvarishga muhtojlik, taqvim yoshga to'lish kabi holatlar. Shu yerda bir narsani aniq ajratib olish kerak. Oltin yoshga chiqqan har bir odamga alohida yosh ustamasi degan pul avtomatik qo'shilmaydi. Erkak kishi oltin yoshga, ayol kishi 50 yoshga yetib kerakli stajga ega bo'lsa, unga yoshga doir pensiya tayinlanadi. Lekin bu pensiyaning ustiga mana siz oltin yosh bo'ldingiz, qo'shimcha 1 ming yoki 200 ming so'm degan alohida umumiy ustama har doim ham bo'lmaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Avval qanday edi? Avval ham pensiya miqdori odamning ish staji, oylik daromadi, pensiya hisoblash bazasi va qonunda belgilangan tartiblarga qarab hisoblangan. Ayrim toifalar uchun ustamalar bo'lgan va hozir ham shunday toifalar mavjud. Lekin hamma pensionerga faqat yoshi 6 yoki 7 ming bo'lgani uchun bir xil qo'shimcha beriladi degan tushuncha noto'g'ri. O'zgarishlar bo'lganda esa ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda sarlavha kuchli yoziladi. Ustamalar bekor bo'ldi. Pensionerlar pulidan ayriladi. 6 yoshdan keyin qo'shimcha yo'q. Odamlar sarlavhani ko'radi, vahimaga tushadi, lekin hujjatning ichidagi aniq bandlarni o'qimaydi. Endi men kim nimani bilishi kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensionerlar. Masalan, bir erkak 6 yoshga to'ldi, 3 yil ishlagan, rasmiy oylik olgan, pensiyaga chiqdi. Uning pensiyasi staji va ish haqi asosida hisoblanadi. Unga alohida oltin yosh ustamasi deb qo'shimcha pul berilishi shart emas. Agar uning boshqa imtiyozli maqomi bo'lmasa, masalan nogironligi bo'lmasa, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs bo'lmasa, yolg'iz va parvarishga muhtoj deb rasmiy tan olinmagan bo'lsa, unda uning pensiyasi odatiy tartibda to'lanadi. Ikkinchi guruh yaqin yosh atrofidagi pensionerlar. Ko'pchilik ertaga yoshga kirsam ustama chiqadimi deb so'raydi. Amaliyotda odamning faqat ertaga yoshga to'lgan asosida hamma uchun bir xil qo'shimcha ustama belgilanadi deb o'ylash to'g'ri emas. Agar alohida normativ hujjatda aynan 70 yosh bo'yicha qo'shimcha belgilangan bo'lsa, u faqat shu hujjatda ko'rsatilgan shartlar bilan beriladi. Lekin umumiy pensiya tizimida asosiy e'tibor yoshi kek tizimga yetgan shaxslar, nogironligi bo'lganlar, alohida xizmat ko'rsatganlar, yordamga muhtojlar kabi aniq toifalarga qaratiladi. Uchinchi guruh taqvim yoshga to'lgan pensionerlar. Mana bu yer eng muhim joy. 7 yoshga to'lgan fuqarolar bo'yicha odatda alohida e'tibor bo'ladi. Chunki bu yoshda odamning sog'lig'i, harakatlanishi, dori-darmon xarajatlari, parvarishga ehtiyoji keskin oshadi. 60 yoshdan keyin ayrim to'lovlar va qo'shimcha kafolatlar bo'lishi mumkin. Lekin buni ham avtomatik ravishda har bir holatda bir xil deb tushunmaslik kerak. Masalan, odam 60 yoshga to'ldi. Lekin uning hujjatlari tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam boshqa turdagi pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun taqalim yoshga to'lgan zahoti menga falon summa tushishi kerak edi deb faqat eshitgan gapga tayanmaslik kerak. Rasmiy tekshirdirish lozim. Keling hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 61 yoshli aka 32 yil ishlagan, pensiyaga chiqqan. U ijtimoiy tarmoqda 6 yoshdan keyin ustama beriladi degan videoni ko'rib pensiya jamg'armasiga boradi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, unga pensiya to'g'ri tayinlangan,
Lekin alohida yosh ustamasi yo'q. Chunki u faqat yoshga doir pensiya oluvchi oddiy pensioner. Bu odamning puli kamaymagan, shunchaki u mavjud bo'lmagan ustama kutgan. Ikkinchi misol. 7-9 yoshli 16 oydan keyin 8-10 yoshga to'ladi. Farzandlari 8-10 yoshga kirsa qo'shimcha pul beriladimi deb so'raydi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda hujjatlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Pasport yoki ID kartadagi tug'ilgan sana, pensiya hujjatlari, yashash manzili, bank kartasi yoki pochta orqali to'lov ma'lumotlari. Chunki tekin yoshga to'lgandan keyin tizimda o'zgarish bo'lsa, u to'lovga to'g'ri aks etishi kerak. Agar aks etmasa, ariza bilan murojaat qilinadi. Uchinchi misol, tamizda 2 yoshli bobo pensiya oladi. Lekin farzandlari uning pulida hech qanday qo'shimcha sezmayapti. Bu yerda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Birinchisi, ustama allaqachon umumiy pensiya tarkibiga qo'shilgan. Shuning uchun odam uni alohida qator sifatida ko'rmayapti. Ikkinchisi, haqiqatan ham hisobda xatolik bo'lishi mumkin. Bunday paytda hamma shunday deyapti deb yurmasdan. Pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitobi bo'yicha yozma ma'lumot olish kerak. Yozma ma'lumotda pensiya turi, bazaviy miqdor, staj qo'shimchalar, ushlab qolishlar va to'lov sanasi ko'rsatiladi. 4-misol. 6 yoshli erkak nogironligi bo'lgan shaxs sifatida avvaldan pensiya yoki nafaqa olgan, keyin yoshga doir pensiya yoshiga yetgan. Bu holatda odam qaysi turdagi to'lov unga foydaliroq ekanini tekshirtirish kerak. Ba'zan nogironlik bo'yicha to'lov, ba'zan yoshga doir pensiya, ba'zan esa aniq maqomlar bo'yicha qo'shimchalar hisobga olinadi. Eng katta xato shuki, odam men 60ga kirdim, hammasi ustiga qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida ijtimoiy to'lovlarda bir to'lov ikkinchisini avtomatik ravishda 2 barobar qilib yubormaydi. Qonunda qaysi to'lovlar birga berilishi, qaysilari tanlov asosida berilishi aniq belgilanadi. 5-misol. Bir pensioner ishlashda davom etadi. U ishlasam ustamam kesiladimi deb xavotir oladi. Bu savolga javob har doim uning pensiya turi va ustama sababiga bog'liq. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy yordam turlari daromadga, yolg'izlik holatiga yoki parvarishga muhtojlikka bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik asosida beriladigan yordam bilan pensiya ustamasi bir xil narsa emas. Shuning uchun ishlasam hammasi bekor bo'ladi yoki ishlasam hech narsa o'zgarmaydi degan umumiy gap ikkalasi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerakligini aytaman. Agar siz rasmiy ravishda tayinlangan yoshga doir pensiyani olayotgan bo'lsangiz, har oy pulingiz belgilangan tartibda tushayotgan bo'lsa, sizga hech qanday rasmiy xabarnoma kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan ortiqcha to'lov qaytarishni talab qilmagan bo'lsa, demak, faqat internetdagi shu sabab vahmaga tushish shart emas. Pensiya bekor qilinishi uchun yoki ustama olib tashlanishi uchun rasmiy asos bo'lishi kerak. Odamlar orasidagi gap rasmiy asos hisoblanmaydi. Agar siz saqimli yoshga to'lmagan bo'lsangiz va faqat 60 yoki 65 yosh bo'lganingiz uchun qo'shimcha ustama kutayotgan bo'lsangiz, bu masalada ehtiyot bo'ling. Sizga pensiya bor, lekin alohida yosh ustamasi bo'lmasligi mumkin. Bu sizdan nimadir olib qo'yildi degani emas. Bu shunchaki qo'lda bunday ustama hamma uchun nazarda tutilmagan bo'lishi mumkin degani. Agar sizning ota-onangiz saqin yoshdan oshgan bo'lsa, lekin puli kam ko'rinsa, xavotirni ichingizda saqlab yurmasdan tekshirtiring. Chunki keksalar ko'pincha bolam borib ovora bo'lma deydi. Lekin men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bitta ariza, bitta hisob-kitob so'rov bilan bir necha oylik farq aniqlanadi. Ba'zan xatolik bo'ladi, ba'zan hujjat yetishmaydi. Ba'zan esa odam o'ziga tegishli imtiyozdan umuman xabarsiz bo'ladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ustama bilan nafaqa bir xil narsa emas. Ustama pensiyaning ustiga qo'shiladigan qo'shimcha bo'lishi mumkin. Nafaqa esa alohida ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, bola parvarishi nogironligi bo'lgan shaxsga qarash, kam ta'minlangan oilaga yordam, boquvchisini yo'qotganlik kabi to'lovlar pensiyadan farq qiladi. Odamlar esa hammasini ustama deb ataydi. Natijada noto'g'ri xulosa chiqadi. Ikkinchi nozik jihat. Ayrim ustamalar hujjat bilan tasdiqlanadi. Siz men yolg'iz yashayman deb aytishingiz boshqa, rasmiy hujjatda yolg'iz, parvarishga muhtoj yoki tegishli toifaga kiritilgan bo'lishingiz boshqa. Masalan, keksa ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Lekin doimiy ro'yxatda uyda yana bir necha kishi ko'rsatilgan bo'lsa, tizim uni yolg'iz deb ko'rmasligi mumkin.
yoki farzandlari borligi sabab ayrim ijtimoiy yordam turlarida savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun faqat real hayotdagi holat emas, hujjatlardagi holat ham muhim. 3-nozik jihat tug'ilgan sana muammosi. Ayniqsa katta yoshdagi odamlarda eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi. Mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlarda sana yoki ism familiya farqi uchraydi. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimovna yoki ismning bir harfi boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kichik xato bo'lib ko'rinsa ham pensiya hisobida muammo tug'diradi. Tayin yoshga to'lish sanasi bo'yicha ham aynan rasmiy bazadagi sana asos bo'ladi. Shuning uchun hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 4-nozik jihat pensiya tarkibini odam ko'pincha bilmaydi. Pensioner har oy kartaga pul tushganini ko'radi, lekin bu pulning ichida nimalar borligini bilmaydi. Asosiy pensiya qancha, qo'shimcha qancha, kompensatsiya bormi, indeksatsiya qachon qo'shilgan, ushlab qolish bormi, qarzdorlik ushlayaptimi? Bularning hammasi alohida masala. Men shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandlariga kamida bir marta pensiya hisob-kitobini yozma ko'rinishda olishni tavsiya qilaman. 5-nozik jihat. Ustama bekor qilindi degan gap har doim ham hamma uchun bekor qilindi degani emas. Ba'zan qonunchilikda bir turdagi to'lov boshqa tizimga o'tkaziladi. Masalan, oldin alohida ustama deb ko'rsatilgan narsa keyin umumiy pensiya tarkibiga qo'shilishi mumkin. Yoki ayrim toifalar qayta nomlanishi mumkin. Yoki faqat yangi tayinlanadigan pensiyalar bo'yicha tartib o'zgaradi. Avval tayinlanganlarga esa boshqa qoida qo'llanadi. Shuning uchun har bir yangilikni 3 ta savol bilan tekshirish kerak. Bu kimlarga tegishli? Qachondan kuchga kiradi? Avval tayinlangan pensiyalarga ta'sir qiladimi? 6-nozik jihat bank kartasi va pochta to'lovlari. Ba'zan odam menga ustama tushmadi deydi, lekin aslida pul tushgan. Faqat bank komissiyasi, qarzdorlik, kredit, aliment yoki boshqa ushlab qolishlar sabab umumiy summa boshqacha ko'rinadi. Yoki pochta orqali oladigan odam bir oyda kechikish bo'lganini ustama bekor qilindi deb o'ylaydi. To'lovdagi muammo bilan huquqdagi muammo bir xil emas. Avval pul qayerda to'xtaganini aniqlash kerak. Pensiya jamg'armasidami, bankdami, pochtadami yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolinyaptimi? 7-nozik jihat qo'shnim oladi, men olmayman degan solishtirish. Bu eng ko'p uchraydigan xato. Qo'shningiz yoshda bo'lishi mumkin. Siz 76 yoshdasiz. Qo'shningizda nogironlik guruhi bo'lishi mumkin, sizda yo'q. Qo'shningiz urush orti mehnatkashi yoki alohida imtiyozli toifaga kirishi mumkin. Qo'shningizning ish staji 40 yil, sizniki 20 yil bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyani faqat yoshga qarab solishtirib bo'lmaydi. Pensiya shaxsiy hisoblanadi. Har bir odamning staji, maoshi, maqomi va hujjati alohida. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam: pensionerning aniq pensiya turini bilib oling. U yoshga doir pensiya oladimi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu savolga javob topilmasa, keyingi hamma gap taxmin bo'lib qoladi. Ikkinchi qadam: pensiya miqdorining tarkibini so'rang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilish mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumot va xizmatlarni olish mumkin. Elektron hukumat portallari orqali ham tekshirish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Murojaatda menga pensiyamning tarkibi, asosiy miqdori, qo'shimcha ustamalari, ushlab qolishlari va qayta hisoblash asoslari haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish kerak. 3-qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi. Nogironlik haqida ma'lumotnoma bo'lsa, u imtiyozli maqomni tasdiqlovchi hujjatlar. Bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar kekum yoshga to'lgan shaxs bo'yicha murojaat qilinayotgan bo'lsa, tug'ilgan sana to'g'ri kiritilganini alohida tekshirtiring. Agar farzandi yoki boshqa vakil murojaat qilsa, ishonchnoma yoki vakillikni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. 4-qadam: og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Men buni alohida ta'kidlayman. Ba'zan odam boradi, oynadagi xodim sizga bo'lmaydi deydi, odam qaytib ketadi. Lekin nima uchun bo'lmaydi? Qaysi qonun asosida, qaysi hujjat yetishmaydi? Qayta hisoblash mumkinmi? Mana shu savollarga yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyin yugurib tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati ancha aniq bo'ladi. 5-qadam: agar xatolik topsangiz, qayta hisoblashni so'rang. Masalan, staj hisobga olinmagan, ish haqi ma'lumotlari kiritilmagan,
Tagarin yoshga to'lgandan keyingi qo'shimcha aks etmagan, nogironlik hujjati bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, hisob kitob natijasini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 6-qadam bank va qarzdorlik masalasini tekshiring. Agar pensiya kartaga kam tushayotgan bo'lsa, bankdan hisobvaraq bo'yicha ko'chirma oling. Agar ushlab qolish bo'lsa, nima asosda ushlanayotganini so'rang. Ba'zan eski kredit, kommunal qarzdorlik, ijro hujjati yoki boshqa majburiyat sabab ushlab qolish bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi pulni to'liq chiqarayotgan bo'lishi, lekin bank yoki ijro tizimi orqali qisman ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. 7-qadam. Har bir o'zgarishni sana bilan yozib boring. Pensioner 40 yoshga qachon to'ldi? Ariza qachon berildi? Javob qachon keldi? Qaysi xodim qabul qildi? Qanday hujjatlar topshirildi? Bu oddiy daftar bo'lsa ham mayli. Keyin nizo chiqsa, aynan shu sanalar yordam beradi. Ko'p odamlar hujjat topshiradi, lekin nusxa olmaydi, ro'yxatdan o'tgan raqamni yozib olmaydi. Keyin men topshirgandim deydi, lekin isbot qila olmaydi. 8-qadam. Internetdagi har bir xabarga ishonmang. Yangilik chiqqan bo'lsa, uning manbasini ko'ring. Qonunmi, qarormi, farmonmi, vazirlik izohimi yoki shunchaki kanal sarlavhasimi? Rasmiy hujjatda band, sana va kuchga kirish tartibi bo'ladi. Agar videoda faqat bekor bo'ldi deyilib, lekin qaysi hujjat asosida ekani aytilmasa, bunday ma'lumotga ehtiyot bo'ling. Endi eng ko'p beriladigan savollarga javob beraman. Birinchi savol: 6 yoshga kirgan odamga yosh ustamasi bormi? Javob: faqat 6 yoshga to'lgani uchun hamma pensionerga alohida ustama beriladi deb bo'lmaydi. 6 yosh erkaklar uchun odatda pensiyaga chiqish yosh sifatida muhim. Pensiya miqdori esa staj, ish haqi va qonuniy hisob-kitobga bog'liq. Ikkinchi savol: yetim yoshda alohida ustama bormi? Javob: umumiy qoida sifatida hamma uchun bir xil yetim yosh ustamasi bor deb aytish noto'g'ri. Agar sizda boshqa maqom yoki imtiyoz bo'lsa, alohida tekshiriladi. Faqat yoshning o'zi yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Uchinchi savol: baqam yoshda nima o'zgaradi? Javob: baqam yosh ijtimoiy himoya tizimida muhim chegara hisoblanadi. Bu yoshdagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar yoki alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin aniq miqdor va qo'llanish tartibi amaldagi qonunchilikka, pensiya turiga va hujjatlarga bog'liq. Shuning uchun 60 yoshga to'lgan har bir odam pensiya tarkibini tekshirtirish kerak. 4-savol: ustama bekor qilinsa oldin olgan pulni qaytarish kerakmi? Javob: agar ortiqcha to'lov qonuniy xato, noto'g'ri hujjat yoki yashirilgan ma'lumot sabab yuzaga kelgan bo'lsa, qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Lekin oddiy tartib o'zgarishi avtomatik ravishda hammani qarzdor qilib qo'ymaydi. Bu juda aniq hujjatlar bilan belgilanadi. 5-savol: agar menga tegishli ustama berilmagan bo'lsa, o'tgan oylar uchun ham olsam bo'ladimi? Javob: bu murojaat sanasi huquq qachon paydo bo'lgani va xatolik kim tomonidan yuzaga kelganiga bog'liq. Shuning uchun kechiktirmasdan ariza berish muhim. Qanchalik erta murojaat qilsangiz, huquqingizni himoya qilish shunchalik oson bo'ladi. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, yoshga doir ustama bekor qilinadi degan gapni eshitganda darrov vahimaga tushmang. Avvalo, qaysi ustama haqida gap ketayotganini aniqlang. 6 yosh pensiyaga chiqish bilan bog'liq, lekin hamma uchun alohida ustama degani emas. 7 yosh bo'yicha ham shoshma xulosa qilmaslik kerak. 8 yosh esa alohida tekshirilishi zarur bo'lgan muhim yosh. Chunki bu yerda qo'shimcha huquqlar paydo bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: ota-onangiz yoki o'zingizning pensiya turini aniqlang. Pensiya tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot oling. Hujjatlarni tekshiring, agar xatolik bo'lsa qayta hisoblash so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, rasmiy javob oling. Chunki pensiya masalasi har bir oy, har bir hujjat va har bir sana muhim. Sizning oilangizda 6000, 7000 yoki 2000 yoshdan oshgan pensioner bormi? Ustama bo'yicha muammo bo'lgan yoki hammasi to'g'ri tushyaptimi? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi nafaqada bo'lgan yaqinlaringizga yuboring.